Toshkent shahriga 13-tuman bo'lib qo'shilayotgan joydan uchastka izlab yurganlar, mana ko'rishlaring mumkin. 7 sotikli hovlimiz sotilyapti. 4 sotik zaxvati bor. Buni manzili yuqori Chirchiq tumani Bardonko'l deyiladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Domlardan taxminan bir 500 metr kiriladi. Hovlimiz mana shunaqa fasadi 24 metr bo'ladi. Qurib sotuvchilar uchun ham juda yaxshi variant. 3 ta kotej tushursanglar bemalol bo'ladi. Uyimizning mana tashqi ko'rinishlarini ham ko'rishlaring mumkin. Tashqi ko'rinishda hovlimizning kvadrati 147 kvadrat. Mana hozir sizlarga ichkarida obzorini qilib beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Kirganimizda mana shunaqa katta hol bo'lib turibdi. O'ng tomonimizdan kuxnya qismimiz bo'ladi. Bu ko'rib turgan narsalar hammasi olib chiqib ketiladi. Bunda o'tganimizda garderobni qismlari mana ko'rishingiz mumkin. To'g'rida o'ng tomonda vanna qismi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Keyingisi hojatxona qismi. Yaxshi holatda turibdi. Bunda o'tganimizda mana shunaqa katta koridor. Koridor bo'ylab yurganimizda mana shunaqa katta hol. Televizor ko'rib o'tish uchun joylari ham yetarli. Bu divan kreslolar turibdi. Bular hamma narsasi olib chiqib ketiladi. Bunda o'tganimizda mana bu birinchi xonamiz bo'ladi. Katta-katta xonalar ham juda katta. Ota-onalar yotoqxonasi. Ko'chaga qaragan romlari bor. Bemalol pishgan qishdan qurilgan 100%. Buni qurgan odam bank raisi bo'lgan ekan, o'shaning uchun yaxshi materiallardan ishlatilgan. Mana patoloqlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu esa yana bitta ota-onalar yotoqxonasi, kattalar yotoqxonasi bo'ladi. Bunda o'tganimizda mana bolalar yotoqxonasi 3-xona bo'ladi bu. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu uchastkamiz faqat naqdga sotilyapti. Narxini 130 ming dollar deb belgiladik. Ipoteka subsidiyaga berilmaydi, faqat naqdga sotiladi. Rohat metrasigacha taxminan 6 kilometr atrofida katta yo'lgacha Bardonko'lning mana bu 9 etajli domlardan kirganimizda bir 500 metr katta yo'lga atrofida qurib sotuvchilar uchun ham yo o'zim yashayman deganlar uchun ham juda yaxshi variant. Xonalari juda ko'rdinglar, katta-katta. Bundan yaxshi variantlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanalimizdan uzoqlashmang.